Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Kontekst turkumidan yondashuv podkasti e'tiboringiz markazida. Bugun ko'pchilik uchun qiziq va dolzarb bo'lgan mavzulardan biri uy-joy oldi-sottisi masalasida gaplashamiz. Albatta hech kimga sir emas, bugun yaxshi niyatda o'sha uy-joy olaman deb maqsad qilib yurgan insonlar talaygina. Lekin ular orasida o'sha aldanib qolayotganlarni ham uchratyapmiz. Buni ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'ryapmiz. Va bugun mana shunday holatlarni oldini olish maqsadida mamlakatimizda joriy yilning 1-aprel sanasidan boshlab escrow tizimi joriy qilindi, ishga tushdi. Shu o'rinda savol tug'iladi, xo'sh bu escrow tizimi o'zi qanday tizim? Buni ahamiyati nimada? Qulayligi nimada? O'zi umuman bunday tizim qanday paydo bo'lib qoldi? Bu boradagi o'sha xorij tajribasi qanday? Va bu tizim o'sha xaridorlarni yoki bo'lmasam quruvchilarni huquqlarini qay darajada mustahkam himoya qila oladi? Bugun mana shu savollar doirasida fikrlashamiz. Ushbu savollarga javob olish maqsadida studiyamizga mehmonlarimizni taklif etganmiz. Iqtisodchi Faxriddin Umarov va O'zbekiston Realtorlar gildiyasi a'zosi Baxtiyor Nasrullayev taklif etganmiz. Avvalo xush kelibsizlar. Barchaga ma'lum, endi uy-joy masalasi nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda dolzarb. Eng rivojlangan mamlakatlarda ham uy-joy masalasi dolzarb. Sababi urbanizatsiya jarayoni jadallashib borayotgan bir paytda uy-joyga bo'lgan taklif, o'sha talab oshib boraveradi. Faxriddin aka, eng avvalo O'zbekistondagi uy-joyga bo'lgan talab va taklif qanday? Bugungi jarayonlar haqida bir to'xtalib o'tsangiz. Keyin albatta o'sha uy joyning bugungi kundagi narx-navosi. Birdan bilsangiz ko'tarilib ketadi, bir mavsumga borib, birdan bir tushib ketadi. Umuman bu uy joyning o'sha narxining o'ynab turishining sababi nimada? Marhamat. Escrow tizimi bu O'zbekiston Respublikasi uchun yangi tizim. Bunda yangi tizimda albatta o'ziga yarasha deylik muammolari, o'ziga yarasha deylik pasbalandi bo'ladi. Ya'ni bugungi kunda o'sha hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida umuman uy-joy tizimi bo'yicha talab kundan-kun oshib boryapti. 1 kvadrat kilometrga hozir 87 kishi to'g'ri kelyapti. Demak, bu aynan o'rtacha ko'rsatkich. Ya'ni buni bir respublika bo'yicha taqqoslaydigan bo'lsak, hozir o'sha mega shaharlardan o'sha Toshkent shahriga ko'proq to'g'ri keladi. Chunki hamma infratuzilmasi yaxshi joyga, yaxshi daromadli joyga intiladi. Demak, quyidagi ma'lumotlar bilan o'rtoqlashmoqchiman, ruxsat bersangiz. Demak, hozirgi kunda deylik 2026-yil may holatiga ko'ra O'zbekistonda, xususan Toshkent shahrida uy-joy narxiga so'nggi 3 yildagi, ya'ni 2024-2026-yillardagi talab va qurilish xarajatlari oshish fonida barqaror o'sish tendensiyasi kuzatilmoqda. Bu Toshkent shahri uy narxlari 2026-may holatiga ko'ra o'rtacha kvadrat metr narxi 16-17 million so'm bir kvadrat metrga atrofida. Eng past takliflar esa 7-8 million atrofida, eng yuqori taklif esa 90-96 million atrofida to'g'ri kelyapti. Endi birlamchi bozor, yangi uylar bo'yicha qaraydigan bo'lsak, bu ma'lumotlarni 2026-yil boshida yangi qurilgan uylar narxi 9% dan ko'proqqa oshgan. Bu quyidagi tumanlarda Mirobod, Yakkasaroy, Shayxontohur tumanlarida eng qimmat hududlar bo'lib qolayotganini ko'rishimiz mumkin. Bu sharoitga bog'liq, yuqorida aytganingizdek. Joyda o'sha markazlarga anaqa yaqinroq bo'lgani va deylik u yerda infratuzilma, masalan deylik metroga yaqin bo'lganligi ko'proq asosiy anaqaga baho berishdi. Shuningdek, ikkilamchi bozor, ya'ni eski uylar bo'yicha qaraydigan bo'lsak, narxlar biroz sekinlashib, o'rtacha $1100-1150, ya'ni atrofida ko'rishimiz mumkin. Ikkilamchi bozorda o'sish sur'ati nisbatan pastroq. Chunki ikkilamchi buni pastroq bo'lganligi escrow tizimi orqali aynan o'sha yangi qurilayotgan uylarga ko'proq e'tibor qaratilyapti. 2025-holat bo'yicha to'xtaladigan bo'lsak, O'zbekistonda uylar narxi o'rtacha 8% ga o'sdi. Narxlari eng ko'p oshishi Surxondaryo viloyatida 19.5%, Qoraqalpog'iston Respublikasida 15.6% hamda Farg'onada bu ko'rsatkich 15.5% deb tashkil qildi. 2026-yil holatiga to'xtaladigan bo'lsak, uy-joylar qiymati o'sha yil davomida, ya'ni 5-7% oralig'ida o'sishi
kuzatilyapti. Endi bunga sabab qaysi omillar omil ta'sir qilyapti degan savol aniqladigan bo'lsak, demak o'sha narxni ta'sir qiluvchi omillar bu birinchisi urbanizatsiya, aholi soni oshishi, bu yuqorida ta'kidlab o'tdim. Qurilish materiallari, sement, armatura va boshqa materiallar oshishi, ipoteka tizimi, ya'ni 2026-yil ipoteka bozorini faollashib 23 trillion so'mlik kreditlar ajratish rejalashtirilgan. Endi bu eskrov tizimini aholi uchun ko'proq foydali tomonlari, ya'ni hozir o'zingiz ham yuqorida ta'kidlab o'tdingiz, o'sha aholini ijtimoiy tarmoqlarda ko'p uy joylar yoki yangi tashkil etilgan qurilish kompaniyalarida deylik hali katloni qazilmay turib pul tikkan, natijada aholi kutib qolib pulsiz qolayotgan holatlar bo'ldi. O'shaning uchun hukumatimiz rahbariyati tomonidan bu narsa qabul qilingani juda ham menimcha ma'qul deb o'ylayman. Bugungi kunda O'zbekistonda o'sha uy joy oldi sottisi juda katta bozor. Juda katta pul aylanmasi bor bozor. Endi o'z-o'zidan bozorga bir qiyoslaydigan bo'lsak, ichida o'g'ri ham bor, to'g'ri ham bor. Ishonchli o'sha qurilish firmalari ham bor, ishonchsiz qurilish firmalari ham bor. Haqiqatan ham so'nggi paytlarda ayrim fuqarolar o'sha uy joyga pul tikib, ammo keyinchalik aldanib qolayotgan holatlarni ham ko'p kuzatyapmiz. Va bu narsa uchun yuqorida aytgandek eskrov tizimi joriy qilindi. Eng avvalo oddiy va sodda qilib aytganda, eskrov tizim o'zi qanday tizim? Unda umuman xaridorni, quruvchini vazifalari nimalardan iborat? Shuni bir uni huquqlari qanday himoyalanadi? Umuman eskrov tizimini bir oddiy qilib tomoshabinlarga tushuntirib bersak. Ruxsat bersangiz, shu yerda men qo'shimcha qilsam, haqiqatan ham birinchi gapingizni hozir yana bir marta ta'kidlab o'tmoqchi edim. Ko'chmas mulk bozori, mana Faxriddin aka ham tasdiqlasalar kerak, butun dunyo iqtisodiyotini olamizmi, O'zbekiston iqtisodiyotini olamizmi, mana katta qismi baribir ko'chmas mulk tashkil topgan. Agar dunyo iqtisodiyotini olsak, ayrim manbalarga qarab 40%, ayrim manbalarda 60% pullar, butun dunyoni pullari ko'chmas mulkda, qolgan hammasi bu o'sha 40%. Ya'ni bu aytmoqchimanki, ko'chmas mulk bozori juda ham katta dunyo miqyosida ham, O'zbekiston miqyosida ham xuddi shu plus minus ayrim o'zgarishlar bo'lishi mumkin, lekin surat bir xil. Aytmoqchimanki, ko'chmas mulk bu Maslow piramidasida ham ko'rsatib o'tilgan insoniyatni eng muhim ehtiyojlaridan biri, misol uchun suv, yeb ichish bo'lsa, boshpana ham o'sha ehtiyojga kiradi. Endi boya statistikaga yana bitta raqam qo'shib o'tib ketmoqchi edim. Odam boshiga o'zi belgilangan norma bor, qancha kvadrat metr kerak. Aholi jon boshiga. Aholi jon boshigada odam boshiga 23 kvadrat metr bu o'zi xalqaro norma bo'yicha belgilangan. Lekin O'zbekistonda bu 18 kvadrat metrga to'g'ri keladi. Bizda normadan sal kamroqmiz. Lekin endi men hozir urbanizatsiya, qurilish vazirligi ko'p yig'ilishlarda ham qatnashaman. Bu davlat organlarida ham bu raqamlar bor. Agar O'zbekiston yiliga 100 mingta kvartira qursa ham 2030-yilga biz 23 kvadrat metr normaga yetishimiz mumkin. Nimaga men buni aytayapman? Ko'chmas mulk yo'nalishidagi o'sha qurilishlar, yangi uy qurilishlar, ayrim aholi aytadi, ko'payib ketdi, bundan kim oladi, narx tushib ketadi. Yo'q, biz hali normaga yetib borishimizga hali 4 yil, 5 yil bor. Ko'pchilik hali ehtiyoj talab yo'q, taklif ko'payib ketdi degan fikrlar ham bor. Ha, xuddi aynan shuni aytmoqchiman. Birinchidan shu. Ikkinchi masala eskrov tizimi haqida biz mana gap boshladik. Bizda ikkita tizim bor, eskrov tizimi. Ikkilamchi bozor eskrov tizimi bor va birlamchi bozor eskrov tizimi bor. Ikkilamchi mana 1-apreldan 246-qarorga asosan hamda Markaziy bankning o'zining ham qarori chiqdi. Oddiy qilib tilda tushuntiradigan bo'lsak, xaridor kelyapti pulni ko'tarib. Xaridor pulini ko'tarib keladi. Sotuvchi ham, xaridor ham birga bankka boradi. Eskrov hisob raqami ochiladi, xaridorga ochiladi, sotuvchiga ochiladi. Xaridor o'zini eskrov hisob raqamiga pulni qo'yadi, 100% kelishilgan oldi sotuvda ko'rsatilishi kerak bo'lgan summani. Ular endi sal oldinroq notariusga borib, birlamchi oldi sotuv shartnomasini tuzadida, kelishuvini. Undan keyin bankka borib hisob raqamini ochadi. Xaridor pulini qo'ydi, sotuvchi hisob raqamini berdi. U ham eskrov tizimini ochdi. Endi ular notariusga borib, oldi sotuvni qilgandan keyin notarius birinchi tekshiradi, hisob raqamida pul bormi, yo'qmi? Pul bor, amin bo'ldi, oldi sotuvni bajardi.
va avtomatik ravishda bank ham buni onlayn rejimda kuzatib boradi. Oldi sotdi tasdiqlandimi yo'qmi? Tasdiqlangan bo'lsa, kadastrda ro'yxatdan o'tilgan bo'lsa, bank avtomatik ravishda escrow xaridorni hisob raqamidan sotuvchini hisob raqamiga avtomatik ravishda pulni o'tkazib yuboradi. Bu soniyalar, soatlarda bo'ladigan narsa, bunaqa cho'ziladigan narsa emas. Bu birinchi tizim, oddiy qilib tilda. Buni xavfsiz tomoni shundaki, xaridor ham qo'l qo'ymasdan turib pulini berishni oldini oladi, da qo'l qo'yib bo'lgandan keyin misol uchun pul berdi, lekin qo'l qo'yishga kelgan nimadir muammo bo'lib qoldi, da buni oldi olinadi. Hamda sotuvchi ham xavfsiz, puli bormi xaridorni, yo'qmi bilmaydi. Oxirigacha cho'zib pulim bor debdi, oxirida pulimni topa olmadim, pulim yo'q ekan degan muammo ham bo'lmaydi. Endi pul mana turibdi, mana xaridor oldi sotidan keyin pul o'tdi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ikkala tomon uchun ham bu qulay ekan. To'g'ri. Endi birinchi escrow tizimi, bu birlamchi bozorning escrow tizimi, bu hali ishga tushib ketgani yo'q to'liq. Bu hozir protsessda. Uni ma'nosini hozir oddiy tilda tushuntiradigan bo'lsam qanaqa? Mana quruvchi da u uy qurmoqchi, barcha o'sha ruxsatnomalardan o'tib, hammasini qiladi. Markaziy tomon, bank tomonidan unga hisob raqami ochib beriladi. Xaridorlar mana shu uyni reklamasini ko'rib, olaman deb escrow hisob raqam, har bitta xaridorning o'zining escrow hisob raqami bo'ladi. O'sha pul qo'yadi. Quruvchi qurilishni boshladi. 10% bitirgandan keyin 10% davlat tomonidan tasdiqlanadi. Ha, haqiqatan ham 10% bitirdi degandan keyin u bankka borib hujjatlarni taqdim qilganda mana shu yig'ilgan pullarni 10% unga beradi. Va u qurilishni davom ettiradi. 20% bitirdimi? 20% oldi. 30% bitirdimi? 30% oldi. Kredit orqali oladi-da. Yo'q. Bu hozir escrow xaridorlarning puli haqida gap ketyapti. Endi qurilish boshlash uchun hech bo'lmaganda 20% qurilishni bitirish kerak-ku, pul olish uchun. O'sha 20% ni bitirish uchun quruvchida o'zida pul bo'lishi kerak. Mabodo pul bo'lmasa, unda bank kredit ajratadi. Albatta foizga kredit ajratadi. Shunda quruvchida masalan umumiy hisobda necha foiz, 30% masalan shu uyni qurish, bitkazishga yetarli mablag' bo'lishi kerakmi? Albatta. Endi 20% mi, 30% mi bu hozir normativ hujjatlarda aniqlik hali kiritilgani yo'q. Endi mana hozir joriy qilingandan bu aniq raqamlarni ko'ramiz. Lekin prinsipi shunaqa. Ma'lum bir foizgacha bitirgungacha unda mablag' bo'lishi kerak o'zida yoki kredit orqali jalb qilingan mablag' bo'lishi kerak. Kredit orqali jalb qilingan bo'lsa, bank albatta o'sha kredit ajratadi. Mana shu 30% ni bitirguncha. Keyinchalik mana 30% ni bitirdimi, bu odam 30% pul oldi-ku. U qurilishni davom ettirib ketaveradi. Qurilib, ko'tarib ketaveradi. Shu yerga qo'shimcha qilmoqchi edim, Laziz aka, ruxsat bersangiz. Demak, to'rayib to'tilib, Baxtur aka, bu yer ikki tomonlar uchun ham xavfsizlik ta'minlanyapti. Endi boyagi pul masalasi keladigan bo'lsak, kreditlar ajratiladi, bank anaqasida bor. Haqiqatan bu hozirgi kunda yashil, sariq, qizil deydigan bo'lsak, yashil xuddi hozirgi kunda pul oboroti bo'lgan anaqalar, quruvchilar. Lekin o'rta hisobdagilarga bu ham nima deydi, ishlab ketaveradi. Lekin pastdagilar, yangi boshlayotganlarga sal muammo bo'lishi mumkin. Ular uchun raqobatga anaqa, agar raqobat bo'lmasa, o'sha sifat darajasi bo'yicha javob bermasa, demak boshqa anaqa ajratiladi. Demak, yangi boshlayotgan qurilish firmalarida birinchidan mablag' ham kam bo'lishi mumkin va o'sha marketing masalasi ham hali buni ko'pchilik xaridorlar bilmaydi, tanimaydi. Endi yana bir savol tug'iladi. Mana escrow tizimida quruvchiga kredit orqali pul yo'naltiriladi bankdan va bu o'sha foiz hisobida va foizi bo'ladi. Bu uy joy narxini oshib ketishiga ta'sir qiladimi yoki yo'qmi? Uy joyni oshish har doim talab va taklif asosida o'zgargan, yo tushgan, yo ko'tarilgan. Ikkilamchi faktor hisobida biz qarashimiz mumkin-da, kredit hisobiga ozgina foiz ko'tarildi, tushdi-da va hokazo. Lekin baribir uy joyning narxi bu talab va taklif asosida o'zgaradigan narsa. O'zimning tajribamdan keyin bitta kuzatuvim bor, aytmoqchiman. Men bu kuzatuvni o'zimcha nomladim, Gurlan fenomeni deb. Xabaringlar bor, Xorazm viloyatida, mana poytaxti Urganch, lekin Xorazm viloyatida Gurlan degan tuman bor. O'sha Gurlan tumani
uy joyni narxlari Toshkentni narxlari bilan bir xil. Urganchdan qimmatroq. Bu nimani hisobiga? Bu nimani hisobiga? Ma'lum bir yillar oldin, mana Gurlan tumani bo'lsa, uni atrofidagi qishloqlar bor, kichkina tumanchalar, ularni hammasida gaz, svet, hamma narsa bo'lgan. Ma'lum bir paytlar shunaqa tanqislik, muammolar, infratuzilmadagi muammolar sababli shundan kelib chiqib aholi albatta harakat qiladi sharoit bor joyga ko'chishga. Tabiiyki atrofdagilarni talabi oshganni hisobiga aynan shu tumanda narx ko'tarilib ketgan. Narx shunaqaki, Toshkent endi markazini inobatga olmagan holda chekara rayonlarini narxlari bilan bir xil. Bu men kuzatuvimni natijasida shunaqa narsani ko'rdim va buni shu Gurlan fenomeni deb nomladim. Nimagaki, mana talab va taklifni asosida biz ko'rib turibmiz. Talab ko'pligidan narxlar juda ham baland. Bugungi kunda o'sha xaridor pulni quruvchi kompaniyaga emas, balki bankdagi shu muzlatilgan eskrov varaqi o'tkazadi. Birinchi himoya. Ikkinchisi, chala qolgan uylar muammosini bartaraf etish. Chunki eshitayapsiz, ijtimoiy tarmoqlarda ham hozir ko'plab deylik bitkazib beraman, ani bitadi, mani bitadi deydi. O'sha vaqt bitmaydi va yana sarson iste'mol. Bu eski tizimda bu narsani majburiyatni oladi. Oladi, albatta. Keyin ishonchli shartnomalar. Ya'ni notarius orqali shartnomalarni majburiy tasdiqlash va kadastr ro'yxatdan o'tkazish orqali sotuvchi va xaridor o'rtasida shaffoflik ta'minlash. Sotuvchi va xaridor. Endi vijdonsiz quruvchilarning himoya. Mana boyagi yuqori aytib o'tdim, anaqani boshlashdan oldin, fuqarolarning uy joyga bo'lgan talab kuyib qolmasligi uchun. Endi joriy yilning 1-30 aprel kunlari eskrov varaqalari orqali ko'chmas mulk va transport vositalarini oldi-sotdi qilish jarayonida sezilarli darajada faollash. Ya'ni quyidagi ma'lumotlarga o'rtoqlashmoqchiman. Hisobot davrida jami 33.273 ta bitim rasmiylashtirilgan. Shundan 19.660 tasi transport vositalari, 13.613 tasi esa ko'chmas mulk savdosiga to'g'ri keladi. Endi hududlar kesimida buni qaraydigan bo'lsak, eng yuqori faollik aytib o'tganingiz Baxtiyor aka, bu Toshkent shahar hissasiga to'g'ri keladi, 9505 ta. Farg'ona viloyatida bu ko'rsatkich 3197 ta, hamda Samarqand viloyatida 2912 tani qayd qilgan. Bu tizimni o'sha amaliyotga joriy qilishda qanaqa muammolar yana o'sha joriy qilindi va endi qanday muammolar bo'lishi mumkin? Bu yerda masalan xaridorni puli nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, u xaridor o'zini pulini bankka qo'ydi va o'sha uy bitgunga qadar u pul bankda saqlanadi. Bir safety gapda endi bu. Bunga inflyatsiya ta'sir qiladimi yo'qmi? Bir 2-3 yil bo'lib ketadi. Albatta qiladi, chunki mana deylik bunga masalan deylik birinchi hammasi larzaki bu moliya riski bor taqiladi. Demak, bankka qo'yilayotgani o'shani oldini olish va bankga nazoratni yuklayapti. Bu hozir biz mana respublika miqyosida yondashyapmiz, lekin tumanlarda deylik muammolar yetarlicha. Ya'ni o'sha uni Markaz bank bilan uchrashuvda ham shu uy-joy qurilish vazirligi bilan uchrashdim, bu narsani ta'kidlab o'tishdi. O'sha moliya tomonidan yetishmasligi hozirgi kunda muammo. Chunki qo'shimcha qilib ketib, mana eskrov tizimi, boya aytganimda, ikkilamchi eskrov tizimi ishga tushib ketdi. 1-apreldan majburiy bo'ldi, oldi-sotdi pulni butunlay eskrov tizimi orqali bo'ladi. Birlamchiga hali ishga tushgani yo'q. Endi ikkilamchida nima muammo ko'ryapmiz? To'g'ridan to'g'ri endi realtorlar jamiyatining raisi bo'lganimdan keyin men hozir bularni ichidan bilaman. Xalq orasida shunaqa narsa borki, oldi-sotdini ham, misol uchun ko'chmas mulk bahosi 1 milliard bo'lsin, oldi-sotdida ular 100 million so'm ko'rsatyapti-da. Albatta endi qanaqa? Birinchidan endi muammo bor. Hamma hisob-kitobni harakat qilgan shu paytgacha ochiqni aytish kerak, dollarda oldi-sotdi qilishgan. Dollarda oldi-sotdi qilgandan keyin ular nima qiladi? Eskrov faqat so'mda ishlaydi. Endi boradida, endi xo'p 1 milliard bu 100 ming dollar. 100 ming dollar hozir men maydalayman so'mga. So'mda unga o'tkazaman. So'mda o'tkazgandan keyin xaridor oladi, uni yana dollar qilgisi keladi. Endi bu yerda kurs o'yinini hisobiga yana 500 dollar, 1000 dollar yo'qotish bo'lyapti. O'shandan ham dod deyapti aholi. Bu birinchidan. Ikkinchidan oldi-sotdi shartnomada pullarni kamaytirib ko'rsatish. Bu ham muammoli. Endi oldi-sotdini so'mda ko'rsatish kerak. Ular oldin misol uchun sotib olganda ham ular kam ko'rsatgan.
uylar bor, 600 ming dollar turadi, bu salkam tam 800 milliard 900 milliard bo'lib ketadi. Lekin oldi sotdi shartnomasini qarasangiz, u yoqda 52 million 53 million shunaqa summalar ko'rsatilgan. Endi ular nima qilyapti? Oldi sotdi qilish majbur bo'ldi, bank orqali o'tkazganda, ular o'sha 52 millionni oldi berdi qilyapti-da, qolgan summasini yana dollarda oldi berdi qilishni davom etyapti. Hozirgi holatda. Hozirgi holatda. Uni kim nazorat qiladi mana shunday holatlarni? Endi buni nazorat qilish masalasi bu endi davlat organlari tomonidan amalga oshiriladi. Ertami kechmi baribir bu ochiladi. Birinchi muammo shunaqaki, 246-qaror asosida shunaqa joriy qilingan narsa bor, tushuncha. Misol uchun mana Chirchiq va Navoiy shahrida eksperiment tariqasida o'sha qarorda yozilgan. Aholini daromadi va xarajatini hozir bazasi yaratilyapti. Qancha xarajat qildi, qancha daromad ko'ryapti. Xarajat mana aholimiz necha yildan beri ana cashbacklarga o'rganib qoldi o'sha. To'g'rimi? Yoqqa boradi, cashback oladi, hammasini cashbackdan o'tkazyapti. Bu soliq organlari uchun bu baza, ma'lumot. Tabiiyki, davlat qariydi, soliq organi qariydi. Mana siz Faxriddin aka bu oy 35 million xarajat qilibsiz. Lekin rasmiy daromadingizni shunday bazadan qarasa 22 million rasmiy daromad ko'ribsiz. Tafovut qayerdan oldingiz bu tafovutni? Iltimos sizga xat jo'natiladi. Iltimos mana shu tafovutni tushuntirib bering, qayerdan oldingiz. Agar siz qayerdandir daromad qilgan bo'lsangiz, iltimos deklaratsiyani to'ldirib 12% daromad solig'ini to'lab qo'ying deb iltimos qilinadi. Endi qarorda yozilgan bu hech qanaqa shtraf yoki sizga nisbatan tam jarimalar qo'llanilmaydi deb yozilgan. Menimcha bu vaqtinchalik. Chunki chet el davlatlaridagi tajribani qarasak, ular 100% hamma narsa hozir shaffof. Davlatning ham maqsadi hamma narsani shaffof qilish. Bu kimnidir burnini qonatib, pulini olish emas, shaffof qilish. Hamma pul oqimlarini shaffoflashtirish. Tizim shaffoflashsa, yashirin iqtisodiyot bo'lmaydi. Endi aynan shu uy-joy masalasiga taqqoslaydigan bo'lsak, bunda ham endi soyadagi bir iqtisodiyot bor aytganingizdek. Masalan, o'zaro kelishib, oldi-sotdi qilgan joylari bor. Endi mana bu eskrov tizimi shaffoflikni qay darajada ta'minlaydigan savol tug'iladi. Endi boshlanishiga bu hech bo'lmaganda qanchadir summani ko'rsatishga majbur odamlar. Baribir ko'rsatadi, baribir oldi berdi qilishga so'mda majbur. Birlamchini eskrov tizimida u hali tatbiq etilmadi, u protsessda, lekin mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Endi bu yangilik emas, bu chet el tajribasini shuni olib mana bu yoqqa qo'yadigan bo'lsak, qanaqa bo'ladi? Mana quruvchi eskrov tizimida pul turibdi. 30% qurilishni bitirdi, 30% ni pulni oldi. Nimadir bo'lib qoldi, bankrotlikka uchradi, quruvchi to'xtadi. U bankrot deb e'lon qilindi, lekin 70% pul eskrov shotda turibdi. Sud orqali bankrot e'lon qilinadi quruvchiga, boshqa konkurs e'lon qilinadi, boshqa quruvchilar tanlanadi. Tam 3 ta, 4 ta, 10 ta quruvchidan kimdir yutib chiqadi va o'sha quruvchi ishni davom ettiradi. Davom ettirishga unga ham motivatsiya bor, chunki eskrov tizimida yana 70% pullar turibdi, hali olinmagan. Uni boshqa qurilish firmasi davom ettiradi. Davom ettirishi mumkin. Agar bu qurilish firmasi bankrot bo'lib, o'zini javobgarligini amalga oshirmasa, lekin xaridorning istagichi bu yerda. U masalan boshqa qurilish firmasi bilan emas, aynan o'sha qurilish firmasi. U bankrot bo'lsa nima? Yo'q, endi masalan balki lazzaki to'g'ri aytyapsiz, xaridorni anaqasi talabi bo'ladi, Baxtiyor xaridorning o'sha muammolarni aniq qilish uchun bankka yuklatilyapti. Bank bevosita oldingi funksiyani vazifasi yana ham kuchroq, to'laroq bu narsani aniqladi. To'g'ri, bank faqat moliyani straxovka qiladi, pulni ushlab turadi, lekin qurilishni sifatiga bank javob bermaydi. Masalan, xaridor o'sha qurilish firmasi bankrot bo'lgandan keyin o'rniga boshqa qurilish firmasi kelib ishni davom ettiradi. O'sha qurilish firmasini o'sha ishni davomini sifatli bajarishiga xaridorning ko'zi yetmasligi mumkin. Masalan, u firmaga nisbatan ishonchsizlik bo'lishi mumkin xaridorda. Mana shunday holatda aytilyapti-da, masalan. U istagan qurilish firmasi kelib, o'rnini to'ldirib, ishni davom ettirib ketadigan bo'lsa, xaridor bunga ko'nmasligi mumkin. Masalan-da, uni qay darajada sifatli bajarib beradi? Uni talabi qanaqa darajada? Savolingizni tushundim. Albatta, bu duch kelgan ko'chadan kelib, tam qurilish firmasiman deb qurilish davom ettirib ketmaydi. U ham
o'sha qurilish firmasi deb nomlanishi uchun, o'zini brendini rivojlantirish uchun albatta unga ham talab bo'ladi, kriteriy bo'ladi. Qurilish texnikasi bormi, yo'qmi, puling, mablag'ing bormi davom ettirishga, yo'qmi? Chunki oldingi qurilish bankrot bo'ldimi, nimadir ishini sifatli, sifatsiz nimadir bajarib, chala holatda tashlab ketdi. Yangi quruvchi o'sha chalani bitirib, davom ettirib, sifatiga garantiya berish kerak. Bozorda nima bo'ldi? Aprelda majburiy belgilangan bo'lsa, martda biza raqamlarda aytdingiz, birdaniga o'sish bo'lib ketdi mart oyida, fevral-mart oylarida. Nimagaki aprelda nima bo'lar ekan, nima o'zgarish bo'lar ekan degan noaniqlik, ikkilanish, odamlar xavotirda, hamma uy-joy mulkini tez oldi-sotdi qilib yubordi. Bu bir. Endi aprel oyida ma'lum bir jihatdan bu pasayish bo'ldi. May oyida yana o'sish bo'lyapti. Nimaga? Odamlar ko'rdi, undan so'radi, bundan so'radi, hech narsa o'zgarmabdi, hammasi joyida. Pulni siz naqd bermaysiz, endi bank orqali o'tkazar ekansiz. O'zgargani faqat shu deganda deb tinchlanib, endi davom ettirishni boshlayapti. Faxrida aytgandek, boshida yangi tizim bo'lgani uchun odamlarda ikkilanish bo'lganda. Endi ular ko'rdi natijasini. Demak, yana hamma o'sha mijozlarda faollashish bo'ldi. Shunday, lazim butun balki o'zimizda ham o'sha narsa, yangi tizim bo'lgan bu qanday bo'lar ekan, yoki yangi avtomobil yoki yangi telefon ana qilsa, cho'chib turamiz. Chunki puli borga bilinmaydi-da bu lazim. Lekin puli yo'q, yangi boshlayotganlarga, yangi ana qilayotganda bu albatta sezilarli. Endi yana bir masala bor. Mana o'sha ko'pchilik aldanib qolganlar haqida yuqorida gaplashdik-ku. Masalan, ko'pchilik uy-joy olmoqchi bo'lsa, tavakkal emas. O'sha baribir qurilish firmasi haqida deylik bir 10%, 20% ma'lumotga ega bo'ladi. U yog'idagi hamma ish o'sha sotuv bo'limida tugaydi. Endi escrow tizimi o'sha qurilish firmalarining ma'lumotlarini ochiqlashga, shaffoflashga olib keldi. Ya'ni o'sha qurilish firmasi haqida xaridor ma'lumotga ega bo'lyapti. O'zi bu qanday qurilish firmasi, nimalar qilgan va qanday sifatli uylar barpo qilgan va ana shundan keyin ham mijozlarda bir faollashuv bo'ldi. Va bu tizimga ishonch paydo bo'lyapti. Birlamchi bozor bo'yicha tushuntirish berib o'tib ketdik. Hozir bizdan ko'rayotganlar har doim inobatga olsin deymanda, xavfsizlik nuqtai nazaridan har qanaqa quruvchi o'zini kamchiligini aytmaydi. Mana zo'r quraman, lekin eshiklarim DSPdan tam oddiy arzoncha olganman demaydi. Har doim o'zinikini maqtaydi. O'zbekistondagi eng zo'r quruvchiman, eng zo'r uylarmanda, planirovkasi zo'r. Mana senga podarkaga pilisos deb qo'liga ham ushatib qo'yadi. Oldin qanaqa edi? Tizim hali ishga tushmasdan endi aytaylik, quruvchilar har xil, hammasi ham yomon emas. Endi Qo'shtirnoq ichida uddaburon quruvchilar bo'lgan. Yer ham uniki emas. Biron bir tadbirkorning yeri bo'lsa, u bilan kelishuv qiladi. Deylik, oraga suqilib oladi. Oraga suqilib oladi, "Ke" deydi, "Sani yeringda quramiz" deydi. Bu yoqdan bankdan ozgina kredit oladi, boshlab olishga. Bu yoqdan marketingga pul tiqadi, o'sha kreditga olgan pulni. Odamlarni reklama qildirib, hozir nima odamlarni aldash oson, chiroyli kartinkaga, marketingga olib borsa, target yoqsa, shu odamlar oqib kelyapti. Nimagaki ular qayerdan yana ma'lumot olishi bilmaydi, reklamaga ishonadi. O podpiskasi bu yerda 30 mingta odam bularni ko'rayotgan ekan, значит ishonchli deb o'ylaydi. Pulini olib kelib topshiradi. U uddaburon quruvchimiz nima qiladi? Pulni oladi, yo qurilishga yo tikadi, yo tikmaydi. Qurilishni ham, pullarni ham yo naqd oladi, yo hisob raqamga oladi. Bu ham noaniqda, shaffof emas edi. Tabiiyki, ma'lum bir vaqtdan keyin kechagina Lasetti'da yurgan quruvchi bugun uje gelik minib ketyapti-da, Maldivaga borib video qilyapti. "Vot, mana sovg'a qilamiz sizga, mana remont bilan olasiz va unaqa olasiz, mana sizga pilisos sovg'a, mana sizga mikrovolnovka sovg'a." Yanada odamlarni qiziqtiradi. Yanada ma'lum bir vaqtgacha bu portlamaguncha. Qurilish nima bo'ldi desa, qurilish yo bo'ldi, yo bo'lmadi. Endi uddaburonlarning ham har xili bor. Kimdir mayli qo'lluvchida bo'lsa ham bir amallab qurilishni bitirib topshirgani bor, yo pulni yig'ishtirib ko'rinmaydigan bo'lib yo'q bo'lib ketgani ham bor. Qochib o'rganlari ham bor. Shuning uchun sotuv ofisiga ishonch kerak emas. Bu men hozir quruvchilarga qarshi gapirayotganim yo'q. Men umuman olganda iste'molchilarni yonini olib gapiryapman. 100% sotuv ofisiga ishonmang, chunki mana qachon siz o'zingizni yomonlaysiz? Hech qachon siz o'zingizni yomonlamaysiz. Men yaxshiman deysiz, to'g'rimi? Quruvchidagi sotuv ofisidagi ham ular ham shunaqa. O'zini faqat
yaxshi tomondan ko'rsatadi, maqtaydi. Ko'chmas mulk bozorida realtorlik instituti shakllantirilgan. Shuni aytmoqchi edim. Aynan Da. bu vaziyatda realtorlar Albatta asosiy rolga nima qilish kerak? kirishadi Kirishish kerak. va bu institut bor va bu institutni biz rivojlantirishda davom ettirishimiz kerak. Nimagaki realtor bu kim? Bu mutaxassis. Insonlar hayotida o'zi bor yo'g'i 1-2 marta uy olishi mumkin, 1-2 marta ta'sir nima deydi, duch keladi. U har kuni olib sotadigan narsa emas, lekin realtor har kuni shuni ichida olish, sotishda Masalalarni maslahat biladi. beradi. Qaysi quruvchida nima kamchiligi bor, nima ustunligi bor, qaysi quruvchi vaqtida topshiryapti, qaysi quruvchi vaqtida topshirmayapti. U ko'zi bilan ko'rib pishib bo'lgan. Hamda bizning qonunchiligimizda realtorlik faoliyati to'g'risidagi qonun bor. Realtorlik faoliyati to'g'risidagi qonunda realtorlarga nisbatan shunaqa talablar qo'yilgan. U maxsus davlat tomonidan tasdiqlangan programmani o'qib, malaka davlat imtihonini topshirib, malaka sertifikatiga ega bo'lish kerak. U har 2 yilda malakasini oshiradi, har 5 yilda qaytadan imtihondan o'tadi. Birinchidan, ikkinchidan davlat ro'yxatidan o'tadi. Undan keyin realtorni fuqarolik javobgarligini sug'urtasi ham majburiy belgilangan. Agar realtor sug'urtasi bo'lmasa, uni faoliyat noqonuniy hisoblanadi birinchidan. Ikkinchi, sug'urta nima? Realtorni aybi bilan mijoz zarar ko'rsa, uni sug'urtasi buni qoplab beradi. Qanaqa aybi bilan? Hujjatda yaxshi tekshirmadi va endi realtor o'tib turgandan keyin mana shu bitimga javobgar. Misol uchun yashirin mulkdor bo'lishi mumkin. Ko'pincha biz duch kelamiz. Sotuvchi aytadi, "Vot, men nomimda mana kadastrim" deydi, lekin aytmaydi, uni turmush o'rtog'i bor yoki uni meros qizi, o'g'li va yashirin mulkdor ham bo'lishi mumkin. U kadastrda ko'rsatmaydi nechta mulkdori bor, lekin misol uchun er-xotinda ham oldi-sotdi qilganda ruxsatnoma olinadi. Kadastrda u bitta odam. Notariusga oldi-sotdiga kelganda xotini yoki eri yo'q deb qolishi ham mumkin. Yo'q, menga urushib qolishi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Bu yana ovoragarchilik, yana vaqt cho'zilishi, muammo. Realtorni bo'yniga qonunchilikda ko'rsatilgan, bu hamma narsani ruxsatnomasi bo'ladi, boshqa bo'ladi, ishonchnoma bo'ladi, hammasini oldindan tekshirib, undan keyin sotuvi, mana shu ko'chmas mulkni sotish bilan shug'ullanishi belgilangan qonunda. Va bunga bu javobgar. Albatta realtor orqali oldi-sotdi qilish tavsiya qilinadi. Chunki bu professional mutaxassis. Va xaridor uchun har tomonlama huquqiy kafil bo'lib beradi. Kafil. Agar uni o'zini puli bo'lmasa, sug'urtasi qoplab beradida. Shunaqa hozir realtor sug'urtasi degan tushuncha paydo bo'lgan, to'g'rimi? Albatta. Qonunda bu kiritilgan, bu majburiy. Realtorning sug'urtasi bo'lmasa, u noqonuniy faoliyat yuritayotgan hisoblanadi. Yuqori uzr gapingizni Baxtiyor aka, qanday qoplanadi degan joyingizga mana shu joyni aytmoqchiman. Baxtiyor aka o'zi ta'kidlab o'tdilar. Demak, realtor faoliyati hozirgi kunda o'sha buni eskrov tizimini yutug'i ham shunda. Mana shu tomonlarni ham hisobga olgan holda, demak o'sha iste'molchini haqqini himoya qilish maqsadi shu narsa joriy qilinyapti. Buni hozir Baxtiyor aka aytganda yana ham takomillashtirish kerak, chunki bu endi ko'plar tushunmaydi bu narsa borligini. O'sha faqat yuqorida aytdik, bu narsaga ish tushgan odam biladi. Men ham o'sha holatga duch keldim. Baxtiyor aka uy-joy olishda 2025-uy-joy olganimda o'sha aytganingizda yo'q odam, lekin boshqa odam sotyapti, uchinchi odam sotyapti aziz aka. O'sha realtor faoliyati to'g'risida qonun bu narsa belgilab qo'yilgan, bu yaxshi natija beradi. Endi tovlamachilar ko'p bu sohaga ham kirib keldida. Tovlamachilar realtorlarni o'zi ham aldab qo'yayotgan holatda ham bo'lishi mumkin. Endi realtor bilan realtor farqi bor. Tovlamachilar qayerdan bilish kerak masalan? U uchun mana qonunda belgilab qo'yilgan. Realtor faoliyati to'g'risidagi qonunda barcha realtorlar professional jamoat tashkilot. Mana realtorlar gildiyasi uyushmasi bu professional jamoat tashkilot. O'zbekistonda ikkitagina professional jamoat tashkilot bor. Realtorlar gildiyasi va realtorlik tashkilotlar assotsiatsiyasi. Ikkita professional jamoat tashkilot. Ikkalamiz ham biz birgalikda har doim hamkorlikda ishlaymiz. Bizga vakolat berilgan ro'yxat yuritish. Professional, hamma qonun talablariga javob beradigan realtorlik tashkilotlar va realtorlarning ro'yxatini yuritamiz biz. Va biz bu shu ro'yxatni davlatga taqdim qilamiz. Davlat ham o'zini veb-saytida uni joylashtiradi. Xohlagan odam yo bizni veb-saytdan yo davlatning veb-saytidan ko'rib tekshirib olishi mumkin. Bu haqiqatan ham qonun talabiga javob beradigan realtormi, yo'qmi?
Endi to'g'ridan to'g'ri aholi ishlaydigan bo'lsa, to'g'ri duch keladigan bo'lsa realtor bilan, albatta shartnoma asosida ishlasin degan qonunning talabi bor. Shunchaki og'zaki siz realtormisiz, aka men shu uyimni sotib berishga bo'ldi, reklama qilib ketishi noto'g'ri. Siz bilan shartnoma tuzishi shart, qonunda belgilangan va o'zini xizmat haqqini ham u shartnoma asosida hisob raqamiga qabul qilish kerak. Xaridor o'shani realtorni professional darajasida ekanligini qanday bilishi kerak-da, masalan. To'g'ri, endi ko'p aholimizda masalan qonunlarni bilmasligi mumkin, ko'p ma'lumotlarga ega bo'lmasligi mumkin. Aynan qayerdan bilish kerak? Masalan, Davlat aktivlari boshqarish agentligining veb sayti bor, davaktiv.uz. Realtorlar gildiyasi uyushmasining veb sayti bor. Hamda realtorlik tashkilotlar assotsiatsiyasining veb sayti bor. Mana shu 3 ta tashkilotni veb saytidan ko'rib bilib olishi mumkin. Bu realtor qonuniy ishlayaptimi, noqonuniymi? Bu birinchidan. Ikkinchidan, agar veb saytdan ko'rish imkoniyati bo'lmasa, mana duch kelib qoldingiz, albatta realtordan so'rang, malaka sertifikatingiz bormi, yo'qmi? Malaka sertifikati ham shunaqa hujjat, uni yagona darchada o'sha shaxsiy kabinetida bo'ladi. Har bitta realtorni uni ham QR kodi bor. QR kodni o'tib, malaka sertifikatini haqiqiy emasligini joyida tekshirib olishi mumkin. Bu birinchidan. Albatta oldi sotdi bo'yicha hech qanaqa yakka tartibdagi yoki o'zini o'zi band qilgan realtor ishlashi mumkin emas qonun bo'yicha. Faqat realtorlik tashkilot bilan shartnoma tuzgan holda oldi sotdini ko'rsatish xizmatini olishingiz mumkin. Hech qanaqa tam o'zidan o'zi men maklerman, davay shartnoma tuzamiz deb ikki varaq qog'ozni ham tiqib yuborishi mumkin. Unga ham ishonmang. Albatta realtorlik tashkilot bilan shartnoma tuzish kerak. Bu bir. Realtorlik tashkilot o'zini tekshirish kerak, bu ikki. Agar to'g'ridan to'g'ri nima qilishni bilmagan taqdirda ham kimga murojaat qiling, nima qiling deb o'ylasa, misol uchun sayt ko'rishga imkoniyati yo'q yoki shunchaki realtorlik tashkiloti nomini bilan to'g'ridan to'g'ri professional jamoat tashkilotiga telefon qilishi ham mumkin. Telefon raqamlarimiz ham bu ochiq, ijtimoiy tarmoqlarda hammasi bor. Biz bazadan, saytdan hammasini ko'rib ma'lumot beramiz hamda kerak bo'lsa realtorlik tashkilotlarga nisbatan shikoyat bo'lsa, biz u shikoyatni ham qabul qilamiz va qonun doirasida biz chora ko'rishimiz mumkin. Endi realtorlik xizmati haqqi ham to'g'ri kam emas, lekin realtor o'zini bo'yniga javobgarligi olgani uchun bu haq o'zini oqlaydi. Endi tasavvur qilishadi, "Vot, makler nima qildi? Meni uyimni u anaqaga platformaga reklamaga qo'ydi-da, videosini oldida bo'ldi, sotdi. Hech narsa qilgani yo'q. Pul o'zi oqib kelyapti" deydi. Lekin qora makler bilan professional realtorning farqi shundaki, professional realtor uyni tekshiradi, ertaga u kafil javob beradi. Nimadir muammo bo'lsa, realtor javob bera oladi. Uni sug'urtasi bor, davlat tomonidan garantiyalari bor, majburiyatlari bor-da, qonun oldida majburiyatlari bor va u mas'uliyat bilan yondoshadi. Qora adashib kelib qolgan odam qanchadir bo'lsa ham bersa bo'ldi, ketmonim uchdi, mana hech narsa qilmadim, lekin pul oldim deb turib xursand ketyapti. To'g'ri, hech narsa bo'lmasligi ham mumkin. Lekin nimadir bo'lib qolsa, dodini kimga yetadi? Hech kimga yeta olmaydi. Chunki javobgarlik yo'q. U qora maklerni ham topa olmaydi. Chunki u hech qanaqa bazada yo'q. Na bizni bazada bor, na soliq bazasida bor, hech qayerda yo'q. Ko'pincha shunaqa bor, qora maklerlar misol uchun o'zini tanishtirsa, "Men Faxriddinman" desa, pasportini agar olib qaraydigan bo'lsangiz, ismi Akmal. Ikki xil ismda yuradi ko'p qora maklerlarda. Ular haqida endi ko'p gapirishim mumkin. Baribir kim bilan ishlayapsiz, kim bilan munosabat qilyapsiz, albatta shartnoma, hujjatlarni ko'rish, tekshirish tavsiyam. Endi yuqoridagi nimaga kelsak, mana escrow tizimi haqida gaplashyapmiz va o'z-o'zidan escrow tizimini mana joriy qilinishi realtorlik faoliyatiga qanday ta'sir ko'rsatdi degan savol tug'iladi. Sizlarda ish yengillashdimi, qulaylashdimi, qanday bir ta'siri bo'ldimi? Endi realtorlik xizmatiga talab nisbatan oshdi deb o'ylayman, chunki boya aytganimdek, aholi har kuni uy oldi soti qilmaydi. Ammo lekin realtor 1-aprel kunidan boshlab mana shu oldi sotida aralashib yuradi va ko'radi. Sizdan oldin nechta odamni oldi sotisida qarashgan, yordam bergan. Shuning uchun siz unga murojaat qilsangiz, u ayta oladi. "Laziz aka, hozir oldi sot qilsangiz bunaqa bo'ladi. Yuring, mana bu bankka boramiz. U yerda odamlar kamroq, tezroq ishimiz bitadi. Yuring, bu yoqqa boramiz." Yo'naltirishi mumkin. Shu nuqtai nazardan realtorlikka talab ko'proq oshdi deb o'ylayman.
yaxshi tomonga o'zgardi. Hozir professional jamoat tashkilot sifatida mana realtorlar jamiyati ham mana bizda ko'rib turganlar bor. Ularga shunaqa tashabbus bilan chiqyapmanki, escrow tizimiga realtorlik tashkilotini ham qo'shaylik. Men shuni aytmoqchi edim. Realtorlik tashkilotini ham qo'shaylik. Agar sotuvchi bilan realtorlik tashkiloti o'rtasida shartnomasi bo'lsa, escrow tizimida boya eng boshida tushuntirdim-ku. Hisob raqam ochdi xaridor, hisob raqamini ochdi sotuvchi va hisob raqamini ochdi realtorlik tashkilot. Agar uchalasini ham qilsa, o'rtada realtorlik tashkilot ham bo'lsa, oldi sotdi bo'lgandan keyin xaridor pul qo'ygan-ku. Endi sotuvchiga pul jo'natadi-yu bank. O'shanda sotuvchiga o'zini pulini jo'natadi va realtorlik xizmat haqqini ham avtomatik ravishda realtorlik tashkiloti hisob raqamiga jo'natadi. Biza nima yutamiz? Birinchidan realtorlik tashkilotlarini ham kafolati bo'ladi xizmat haqqini olish bo'yicha. Ko'pincha shunaqa borki, oldi sotdi bo'lgandan keyin ayrim qo'sh tirnoq ichida aytaylik, udda biron aholi qatlamlarimiz xizmat haqqini ham bergisi kelmaydi. Yo aytadi, nima ham ish qildingiz, mayli tam kelishgan summa miqdorini yarmini beraman yoki 1/3 beraman deyish mumkin. Bu uje realtorlik tashkilotlarining og'riqli nuqtasida. Shuncha xizmat qildim, men kafilman deb ishni bajarganimdan keyin xizmat haqqimni bermaydi yo bosh tortadi deydi. Bu katta muammoni hal qilamiz. Ya'ni bu o'zaro kelishuvni og'zaki bo'lgandan bo'lsa kerak-da. Buni bir yozma shaklda qilsa bo'lmaydimi? Notarius orqali boshqa qilib. Unda ham javobgarlik bo'ladi shunda. Ha, albatta, mana realtorlik tashkilot bilan mana sotuvchining o'rtasida shartnoma bo'lish qonunda belgilangan majburiy. Lekin ayrim unda biron qatlamlar ataylab shartnoma qilmaymiz, qo'yavering deb Ana shu. yondoshishga harakat qiladiki, ertaga realtorni hozir mijoz olib kelsa aldab chetlab o'taman. Mana shuni ham oldini olgan bo'lamiz. Ikkinchidan mana bu yashirin iqtisodiyotdagi qora maklerlarni ham sonini kamaytiramiz. Chunki escrow tizimiga faqat mas'uliyatli realtorlar kira oladi shartnomasi bo'lsa. To'g'ridan to'g'ri ko'chadan kelgan realtor, qora makler bu tizimga kira olmaydi ham va bu majburiy emas, bu ixtiyoriy. Agar siz realtor orqali sotsangiz, shartnoma qiling, kirgizib qo'ying, sizdan nima ketdi? Ishini bajarsin deb pulini olsin. Agar o'zingiz sotadigan bo'lsangiz, marhamat, escrow to'g'ridan to'g'ri oluvchi sotuvchi o'rtasida qilinsin, bo'ldi, muammo yo'q. Mana xulosaviy fikrlarga yetib keldik. Umuman uy joy oldi sottisida nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak? Xulosaviy fikrlar. Xaridor nimalarga e'tibor qaratish kerak? O'sha quruvchi nimalarga e'tibor qaratish kerak? Rahmat. Savol uchun bu birinchi fikrga e'tibor men iste'mol sifatida shartnomaga qaratilishi kerak. Ya'ni ko'p iste'molchilar va bankka anaqa qilganimiz ham shartnoma o'qib ko'rmaydi-da, qo'l qo'yib yuboradi. Keyin bandida masalan mana shunaqa deyilgan ekan desa, "Men ko'rmovdim, bilmovdim, shoshib turdim." Demak, birinchi anaqam shartnomaga qaratish kerak. Ikkinchi tomon o'sha qurish kompaniyasi haqiqatdan ro'yxatdan o'tganmi, yo'qmi? Bank bilan 3 tomondan shartnoma qilinadi-ku, o'shalarga e'tibor qaratilsa, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Umuman olganda aholi soni ko'payadi, uy joy quriladi, uy joy qurilishi bo'yicha bizda hali normativga biza yetib borganimiz yo'q. Tanqislik baribir bo'ladi, bor va uy joyining narxi har doim oshib kelgan, oshadi ham. Endi kutish, olish, olmaslik masalasi albatta olgan ma'qul. Birlamchi baribir ehtiyoj bu ko'chmas mulk, boshpana. Endi Maslow piramidasida ham bu har doim rivojlanib kelgan narsa bu ko'chmas mulk. Biznes sifatida qaraydigan bo'lsak ham bu o'lmas yo'nalish. Odamlar har doim olib kelgan, kengaygan, odamlarda bolalar ko'paygandan keyin bitta uyni ikkita qilgisi keladi-da, har doim narx oshib boradi. Endi bu yerda katta masala shundaki, sifat. Sifatsiz olib qo'yib narxni tushib ketishi bor yoki marketing hisobiga juda qattiq maqtab olgandan keyin odamlar oladida, sun'iy ravishda talab oshib ketgandan keyin portlaydi ertami kech va ko'chmas mulk narxlari tushib ketadi. Bu joylarda agar umumiy masshtabda oladigan bo'lsak, ko'chmas mulk narxi sekin yildan yilga oshib boradi. Qayerdadir sun'iy ravishda narxni oshirib yuborgandan keyin ertaga u portlaydida, narx tushib ketadi. O'shaning uchun mutaxassislar bilan birga bu qarorni qabul qilish kerak deb o'ylayman. Mutaxassis sizga doimo to'g'ri maslahat beradi. Professional o'sha sohaning mutaxassisi. O'sha sohaning mutaxassisi.
realtorlarni nazarda tutyapman. Ulardan o'sha maslahat olish kerak. Qayerda qanaqa narxlar o'syapti, dinamikasi qanaqa, tushadimi, o'sadimi-da, o'shanga qarab asoslanib olgan ma'qul. Tez, sekin, bugun, erta bunga qaramang. Imkoniyat bormi, olib qo'yirish kerak. Bugungi kunda mana uy-joylar narx-navosi umuman qaysi hududlarda qanday va umuman qaysi toifadagi uylarga nisbatan, va bu o'sha xaridorlar uchun bir foydali ma'lumot bo'ladi. Marhamat. Savol uchun rahmat. Menda quyida ma'lumotlar bor edi. Demak, 2026-yil may holatiga eskrov tizimi sharoitida investitsiya uchun jozibador hudud endi faqat markaz qimmatlashadi modeli bilan emas, balki quyidagi faktorlar, ya'ni aholi oqimi, transport, ish o'rinlari, likvidlik bo'yicha qaratilyapti. Endi hozirgi tendensiyaga qaraganda 2026-2028 eng kuchli potensial quyidagi hududda ko'rilyapti. Toshkent viloyati eng katta potensial zona. Ya'ni Qibray, Zangiota, Toshkent tumani, Chirchiq. Nega? Toshkent markazi qimmatlashib ketdi. Aholi chetga chiqyapti. Yangi yo'l va transport rivojlanyapti. Yer hali nisbatan arzon. Toshkent viloyatida. Ichki migratsiya kuchli. Endi bu hududlar Toshkent aglomeratsiyasiga aylanib bormoqda degan fikrlar bor. Endi buni o'sha boshqa viloyatlar kesimida qaraydigan bo'lsak, Samarqand o'sha deylik turizm investitsiya lideri deymiz. O'sha xalqaro turizm, biznes forumlar, aeroportlar, yangi infrastruktura, ichki migratsiya orqali. Yana bir faktor o'sha Sergeli va Yangi hayot o'sha market, o'sha deylik savdo marketi deymiz, driver deymiz. O'sha aholi bu yerda ham oqimi, arzonroq narxlar, yangi massivlar, metro, transportlar o'sha uzoq muddatli ko'chmas mulk evaziga ko'chishi mumkin. Keyingi o'rinda investitsiyalar uchun o'sha deylik Yunusobod va Mirzo Ulug'bek o'sha deylik kapitalni saqlash hududi deb qaralyapti. Ya'ni yaxshi maktab yoki yashil hudud, infratuzilma talab yuqori. Qo'shimcha qiladigan bo'lsak, agar investitsiya nuqtai nazaridan investitsiyani ham turi ko'p. Pulni ushlab turish maqsad bo'lishi mumkin, pulni ko'paytirish maqsad bo'lishi mumkin, tikkan pulni tezroq qaytarib olish maqsad bo'lishi mumkin-da. Shu nuqtai nazardan agar ko'chmas mulk bozorini oladigan bo'lsak, mana Toshkent shahrida tilla kvadrat bor. Bu eng markaziy, eng qimmat uy-joylar. Undan keyin ikkinchi halqasi bor. Undan keyin uchinchi halqasi bor. Misol uchun tilla kvadrat yiliga 2-3% qimmatlashsa, ikkinchi, uchinchi kvadratimiz yiliga 20-30% qimmatlashi mumkin. Shu nuqtai nazardan-da investitsiyani ham turi har xil. Tezroq pulimni qaytarib olish bor yoki pulimni ushlab turish degan maqsad bor-da. Inflyatsiyani hisobiga pulimni qadrsizlanib ketmasin, pulim tursin degan ma'noda. Agar pulimni tezroq ko'paytirib olaman desa, marhamat, mana ikkinchi, uchinchi halqaga zonaga tikkan ma'qul. Birinchi tilla kvadrat bu investitsiya uchun emas, ko'pincha pulni ushlab turish uchun inflyatsiyadan saqlabdi. Shu nuqtai nazardan. U sekin o'sadi, lekin talab u yerga juda ham kuchli har doim bor. Ikkinchi, uchinchi halqa talab o'ynashi mumkin, lekin yaxshigina anaqa ham beradi, foiz ham beradi, o'sish foizi. Rahmat fikrlar uchun, hurmatli ekspertlar, avvalo tashrif uchun rahmat. Bugun ko'pchilikka qiziq bo'lgan o'sha uy-joy masalasida gaplashdik. Albatta o'ylaymizki, bugungi kunda ayni o'sha uy-joy xarid qilaman degan insonlar uchun foydali ma'lumotlar, fikrlar berildi. Qadrli teletomoshabinlar, siz Mahalla telekanali orqali Kontekst turkumidagi yondashuv podkastini tomosha qildingiz. Kelgusi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.